10 ta xodim kerak ekan Makka shahri Haram hududidagi o'zbek milliy taomlar oshxonasiga. Soat binosining ichida o'zbek milliy taomlari oshxonasi borligini bilarmidingiz? Necha yildan beri o'zingiz shu oshxona biznesi bilan shug'ullanasiz? Xudo xolasa inshaalloh. Mana 27 yil bo'ldi shu oshxona biznesi ochganimizga. Shu Makka soat binosida shu yilning boshidan boshlab bu biznesimizni davom ettiramiz inshaalloh. Bu joyda qanaqa ovqatlar bor hozirda? Osh, qozon kabob, tushunka, lamon, mastava, sho'rva, jarkob, qo'rma lamon, chuchvara biz o'zimizning spetsial, ya'niki o'sha ziravorlardan ishlatayotganimiz uchun ham ular kelib shu bizning ovqatlarni yeb mamnun bo'lishyapti. Xullas, Makka shahrida O'zbekistonda ovqatlangandek ovqatlanadi. Shunaqami? Ha, o'zlari O'zbekistonda milliy taomlariga kirib ovqatlanganda maza qilib ovqatlanib chiqib ketishadi. Soat binosi arenda narxi necha pul bo'ladi? Oy, arenda narxi juda baland, bu sir bo'la qolsin, ancha baland. Bilganlar izohlarga yozib qoldiringlar. Soat binosida arenda narxi qancha? Taxminan. Nechta xodim ishlatasiz bu joyda? Sezon bor paytida, sezonimiz katta paytda 60 tadan 70 tagacha xodim ishlaydi. Hozirgi sezon yo'q paytda bir 30-35 tagacha xodim ishlaydi. Arenda narxini aytmadingiz. Undan tashqari rasxodlarni ayting-chi bo'lmasa. Xo'p, undan tashqari rasxodlar o'zi. Arendadan tashqari rasxodlar. Xo'p, O'zbekistondan xodim olib kelish rasxodlari, ya'ni ularni iqoma qilib berish, yo'l kira, yotoq joylarni ta'minlash hamda shu yerdagi bor xarajatlarini biz o'zimiz qoplab beramiz. Bu xodimlarimiz qo'llariga faqat o'zligini moshligini olishadi, hech qanaqa rasxodlik yo'q. Sarvar aka, bu gaplaringizdan ruhlanib, ko'pchilik bu joyda ishlagingiz keladi. Mana obunachlar hamda o'z obunachilaringizdan birontasini ishga taklif qiling, shu yerda Haram hududida namoz o'qib ishlab yursin. Inshaalloh Xudo xolasa shu videoni ostidagi izohda, kommentariyada o'zligini izohligini qoldirsa, birinchi shu 10 ta qabul qilingan izohlardan biz ishchilarni qabul qilishimiz mumkin. Akam gaplarini men yana ham tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, akam aytmoqchilarki, siz haqiqatda po'rmisiz? Izohlarga fikringizni yozib qoldiring. Men 10 yil Rossiyada ishlaganman, yo'q 10 yil O'zbekistonda po'rlik qilganman. Men mutaxassisman. Aka, ishonchingizni oqlayman deb yozib qoldiring. Akam albatta sizni fikrlaringizni o'qib chiqqanlar va sizni lichkangizga yozadilar. 10 ta xodim kerak ekan Makka shahri Haram hududidagi o'zbek milliy taomlar oshxonasiga. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Men Makka shahri soat binosining ichidagi o'zbek milliy taomlari xodimlarimizdan intervyu qildim. Bu joyga taniqli insonlar, mehmonda hojatini chiqarib xizmat qilyaptilar. Shuncha narsaga sababchi bo'lsalar, Alloh ajrini bersin. O'zbekistondagi taniqli insonlar, blogerlar va juda ham o'zini hurmat qiladigan odamlar kelarkan. Albatta sizga ham Makka shahriga kelganingizda shu soat binosidagi o'zbek milliy taomlariga kelib ovqatlanishingizni tavsiya qilaman. Bu videoga like bosib, yaqinda umra safariga bormoqchi, tanish bilishlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'ying. Umra safariga borish uchun eng to'g'ri tanlov Hukumat Travel Andijon filiali. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.